Aa, Hozir mana klinik sohalari chiqib ketdi. Onalarimiz uchun, ayollarimiz opa-singillarimiz uchun juda qulayliklar yaratildi. O'zim xohlab ishlamaganman. Nega odamlar aynan samsifatni tanlashi kerak? Yoqsa pul to'laysiz, yoqmasa bepul. Bu gap ustida turiladi. Odamlarimiz buni to'g'ri qabul qilishadi, to'g'ri tushunishadi. Qish mavsumida gilam yuvsa bo'ladimi o'zi? Yumshoq mebellar yuvish xizmatlarimiz. Masalan, Xohlasa ham uyda yuvolmaydi gilam. xuddi shunaqa. Gilamda hech qanaqa hid, bakteriyalar qolmaydi. Samsifat. Hayotingizni biz bilan osonlashtiring. Assalomu alaykum do'stlar, Samsifat YouTube kanalidasiz va bizda bugundan boshlab, mana shu dasturdan boshlab yangicha loyihalarni yo'lga qo'yapmiz, ya'ni podkast va ushbu podkast orqali korxonamiz vakillari yoxud korxonamizning qahramonlari ishtirokida ular bilan suhbatlar uyushtiramiz va tashkilotimizdagi voqeliklar, jarayonlar yoxud ushbu qahramonlarning hayotini birmuncha gaplashishga, suhbatlashishga harakat qilamiz va bugungi bizning podkastimizning dastlabki mehmoni Samsifat bosh menejeri Orzu Tursunov. Assalomu alaykum, xush kelibsiz. Va alaykum assalom Ikrom. Suhbatga taklif berganingiz uchun rahmat. Va shunaqangi savoldan boshlamoqchiman podkastimizni, ya'ni aynan gilam yuvish sohasiga doir bo'ladi tabiiyki suhbatimiz va odamlar gilam yuvishni oddiy ish deb hisoblashadi. Ba'zan nimaga haq to'layotganligini bilishmaydi. Endi hamma ham emas, ayrimlar, ko'pchilik qismi va o'zi mana shu sohaga nisbatan bunaqangi e'tibor berilishi to'g'rimi va shunaqangi fikrlarni bo'lishi tabiiy holmi deb o'ylaysiz? Ba'zilarda shunaqa fikrlar mavjud. Lekin aslida mana shu gilam yuvish sohasi bizga aynan dolzarb va kerakli soha. Sababi uyga tozalikni olib kiradigan, tozalikdan tashqari eng muhim narsa sog'liqni olib kiradigan narsa bu klinik sohasi. Bu narsa kundan kunga bizda O'zbekistonda rivojlanib bormoqda. 4-5 yillar ilgari bu biz uchun yangi soha edi. Aslida Turkiya, Yevropada bu soha o'ziga keldi, rivojlanib mana o'zimizni vatanimizga ham kirib keldi. Bosqichma-bosqich rivojlanib bormoqda. Va o'sha oxirgi yilda aytib o'tganingizdek, bu soha jadal rivojlanib boryapti va o'zimni olganda shu uyda deylik, qanaqadir kunlar deylik, o'sha parashotlar bilan yuvish bilan shu fabrikada yuvishning farqi va ahamiyati nimada iborat? Farqi juda katta, Ikrom. Masalan, oldinlari yoshligingizda o'zingiz ham eslaysiz, onalarimiz hovliga yoki bir tekisroq joyga gilamni olib chiqib o'sha berardi, shlankada suvda saqilda. Har xil sovun parashokda, kosalarda Shunaqa. shobralar ochib berishardi. O'ynab, bir nima kayfiyatni ko'taradigan qilib, birgalikda oila a'zolari bilan yuvardik. O'sha vaqtlarda o'sha gilam yuvish, klinik sohalari o'ta hozirgi vaqtga nisbatan rivojlanmagan edi. Hozir mana klinik sohalari chiqib ketdi, ancha qulayliklar yaratildi onalarimiz uchun, ayollarimiz, opa-singillarimiz uchun. Farqqa keladigan bo'lsak, uyda gilam o'zi asli savol berish kerak oldin. Nima uchun yuviladi gilam? Gilamni tozalash uchun yuviladi, har xil kir va bakteriyalardan xalos qilish uchun yuviladi aslida. Uyda yuviladi, sovun, parashok, har xil sredstvalar ishlatasiz. Ishlatgandan keyin gilam ma'lum bir miqdorda toza bo'ladi. Undan keyin gilamni yo o'rab, yo buklab qayergadir suv sirqish uchun olib qo'yasiz yoki ilib qo'yasiz. O'zi tabiiy holatda suv oqib tushadi. Bu yerda shu paytgacha o'shangacha olib kelingan jarayonlar to'g'ri tozaladingiz, lekin o'sha suvni darhol siqmaslik gilamning ichida bakteriyalarni, yanada ko'proq bakteriyalarni shakllanishiga olib keladi. Mana bunaqa gilam yuvish klinik sohalarida korxonalarga berib yuvilgan afzalligi shundaki, xuddi o'sha jarayon keladi, yuviladi, mukammal tozalangandan keyin o'sha vaqtning o'zida maxsus apparatlar yordamida suv to'liq siqiladi. Suvi to'liq siqilgandan keyin gilamda hech qanaqa hid, bakteriyalar qolmaydi. Ustunlik o'shanda. Endi baribir aytib o'tyapsiz, o'sha oldingi klassik holatda uni ham o'zgarish gashti bor edi, lekin baribir fabrikada yuvilgan anchagina yaxshiroq va foydaliroq bo'lar ekan deyishimiz mumkin. Va xo'p, o'zi qancha muddatda gilamlar yuvish kerak bo'ladi? Shu haqida gapirib bersangiz. Hammani ixtiyori o'zida asli, avvalambor, lekin aniq muddat bor. Eng kamida 6 oy vaqt ichida yuvdirgan ma'qulroq. Bizda endi o'zbekchilik, ko'pchilik joylarda sharoit yo'q, yuvishning imkoniyati yo'q. 1 yil, 2 yil, 5 yildan ham gilam yuvdirmaydi. Bu aslida xato. Eng kamida 6 oy, bo'lmasa eng ko'pi bilan 12 oy ichida gilamni yuvdirib turish kerak, tozalab turish kerak. Va o'zi o'sha gilamni kir holatda ekanligini, deylik qanaqadir yomon holatda ekanligini qanday aniqlash mumkin? Deylik balki 6 oyga bormasdan turib ham o'sha qanaqadir muammosi bo'lishi mumkindir gilamda. Shunday aniqlash usullari juda oddiy, juda sodda.
Hozir keling, bir ikkita usullarni aytib o'taman. Masalan, uy sharoitida oddiy nam salfetkani olib gilamga ishqalab ko'rsangiz, oq nam salfetka yo sarg'ayadi, yo kulrang holatga keladi. O'sha bu narsa gilamning kirini o'ziga olib qolgani oqibatida vujudga keladi. Undan tashqari, qo'lingiz bilan gilamni silaganingizda, gilamning patlari qattiq vo'rslari qattiq tuyuladi qo'lingizga. Yoki gilamda o'sha vo'rslarini turish qismiga qarab qo'lingizni yo'naltirib siljisangiz, o'sha gilamlarning patlari bir-biriga yopishib ketganligi sababli o'sha ko'tarilmaydi, bir-biridan ajralmaydi. Undan tashqari, masalan, oyoqni o'zida yalang oyoq yursangiz, oyog'ingizga xuddi bir ko'chada yurgandek qum ishqalangandek holatlar kuzatiladi. O'shanaqa holatlar orqali bilib olsa bo'ladi. Undan tashqari, rangi, o'sha oq joylarning qorayganligi, ranglarning o'chganligi hididan bilsa bo'ladi. Usullari ko'p. Xo'p, endi o'sha gilamni yuvishdagi qanaqa xatoliklar bo'lishi mumkin? Bu haqda ham gapirish mumkinmi? Uyda yuvilgan gilamni yo fabrikada yuvilgan? Uyda yuviladi ham deylik misol uchun va fabrikadagi holatda yuvish. Yuqorida aytib o'tdim, uyda yuvilgan gilamni asosiy xatoliklari o'sha gilamni yaxshi chaymaslik va qismaslik. Eng katta xato shu. Uni baribir uncha iloji ham yo'q narsa-da sizda uyda. Qiyin, to'g'ri aytasiz. Fabrikada xatolar juda ko'p. Masalan, professional gilam yuvuvchilar yaxshi bilishadi, qaysi gilamga qanaqa sredstva orqali, qanaqa uskunalar orqali, qanaqa yo'nalishlarda ishlov berishni yaxshi bilishadi. Sanasak, unaqa xatolar juda ko'p. Bizlarda, masalan, Samsung gilam yuvish korxonasida har bitta gilam turiga ajratilib, o'ziga yarasha sredstvalar bilan foydalanib, o'ziga yarasha uskuna va shotkalardan foydalanib yuviladi. Demak, har bitta o'sha ishlatiladigan jihoz va buyumlar o'zi maxsus aynan gilam yuvishga mo'ljallangan. Ha. Va bu tabiiyki xizmat ko'rsatish sohasi mijozlar bilan ishlanadi, ammo har xil mijozlar bo'lishi mumkin, o'ziga yarasha xarakterli yoki talabchan mijozlar bo'lishi mumkin. Aynan shu mijozlar bilan ishlash jarayoni qanaqa bo'ladi? Yoki ular bilan bog'liq muammolar yuzaga kelsa, bu haqdagi o'sha hal qilinadigan ishlar qanaqa bo'ladi? Shu haqda gapirsangiz. Mijozlar bilan ishlash, ya'ni xizmat ko'rsatish, servis sohasini biz tizimlashtirganmiz. Har bitta yo'nalishda, har bitta sohamizda tizim ishlaydi. Juda sodda, lekin samarali usullarimiz mavjud. Hozir aytib o'tganingizdek, har bir ishda kamchilik bor. Qaysidir mijozlarimiz o'sha ishimizdan, xizmat sifatimizdan qoniqishmaydi. O'shanaqa holatlarda bunga sabablar ko'p. O'shanaqa holatlarda bizda mijozlar bilan ishlash, ya'ni norozi mijozlar bilan ishlash, e'tiroz bo'limlarimiz mavjud. O'sha bo'limlarda maxsus texnologlarimiz, ajratilgan dasturchilarimiz, imенно shu muammolar bilan, aynan shu muammolar bilan ishlaydigan operator xodimlarimiz ish olib borishadi. Biz uchun har bitta mijozning roziligini olish juda muhim. Ha, va bu gilam yuvish sohasi aynan Samsifat Samarqanddagi eng katta korxonalardan biri hisoblanadi. Mana 2017-yildan buyon faoliyat olib boryapti va ushbu yillar davomida qanaqadir korxonada nima deymiz, o'sha mijozlar bilan bog'liq xatoliklar, adashib ketish holatlari bo'lganmi o'zi? Deylik, buyurtmalarni yetkazib berishda deylik. Xatoliklar barcha joyda bo'ladi. Faqatgina gilam yuvish sohasida emas, barcha xizmat ko'rsatish sohalarida, ishlab chiqarish sohalarida xatolar mavjud. Bizda ham unaqa xatolar bo'lib turadi. Aynan buyurtmalarni yetkazib berish borasida. Albatta, bo'ladi. Masalan, qaysidir xodimimizning e'tiborsizligi yoki mas'uliyatsizligi sababli gilamdan adashib ketishi mumkin. Biz bu muammolarni agar shunaqa holatlar kuzatiladigan bo'lsa, joyida tezlik bilan bartaraf qilishga urinamiz. Bartaraf qilamiz. Va o'sha tizim haqida gapirib o'tdingiz. Hech qaysi bir tashkilot, ayniqsa katta bir korxonalar, kompaniyalar ma'lum bir tizimsiz faoliyat yurita olmaydi, tizimsiz uzoqqa bora olmaydi. O'sha tizimga chuqurroq kirib boradigan bo'lsak, o'zi o'sha birinchi qadam, ya'ni mijozning kompaniyaga qo'ng'iroq qilishi, qanday qo'ng'iroq qiladi, kimlarga, yoki undan keyingi jarayonlar qanday bo'ladi, shu haqida bir batafsilroq to'xtalib o'tsangiz. Mijozlarimiz o'zlarini tanishlari yoki ijtimoiy tarmoqlar orqali bizni telefon raqamlarimizni topishadi. O'sha telefon raqamlar orqali yoki ijtimoiy tarmoqlar orqali aloqaga chiqishadi. Mijozlarga xizmat ko'rsatish uchun bizlarda sotuv bo'limi bor. Dastlabki bosqich o'sha telefonlarga javob beradigan, birinchi aloqani o'rnatadigan sotuvchilarimiz bor, ya'ni operatorlarimiz. Mijozlar telefon qilib operatorlarimizga o'zlarini zakazlarini tashishadi, manzillarini berishadi. Operatorlarimiz olingan zakazni o'zimizni
aynan programmamiz bor. Shirkatimiz sohasiga qilingan, tayyorlangan. O'sha programma orqali dastavchilarimiz, ya'ni yetkazib beruvchilarimiz nasha berishadi. Zakaz tushgandan keyin dastavchilarimiz ko'pidan yarim soat ichida mijozga aloqaga chiqib, ular bilan vaqtini, kelishlari, joylarini almashadi, manzillarini borib, gilamni olib kelishadi ishxonaga. Olib kelgandan keyin ishxonani ichidagi proses boshlanadi. Gilamni olishadi, yuvish bo'limi xodimlari yuvishadi, ishlov berishadi. Qadoqlash bo'limi xodimlarimiz yuvilgan tayyor gilamlarni olib, yana qaytadan qo'shimcha ishlov berib, ishlaridan qo'shimcha tozalash ishlarini qilib, o'sha maxsus kimyoviy vositalar orqali ishlov berib, qadoqlab berishadi. Tayyorga chiqqan gilamlarimizni dastavchi xodimlarimiz upakovkasi imенно o'sha maxsus salafonlarga solishib, yana mijozga yetkazib berishadi. Umumiy jarayon shunaqa. Va o'sha o'zi sotuv bo'limida necha nafar odam ishlaydi? Va boshqa bo'limlarda? Hozirgi kunda sotuv bo'limimizda 5 tadan 7 tagacha sotuvchilarimiz bor, ya'ni operatorlarimiz. Dastlabki bo'limimizda hozirgi kunda 10 dan ortiq dastavchimiz bor. Yuvish bo'limimizda 10 dan ortiq yuvuvchi xodimlarimiz bor. 5-6 dan ziyod qadoqlovchi xodimlarimiz bor. Undan tashqari yana marketing bo'limlari, har xil tashkiliy bo'limlar, rahbariyat bo'limlarimiz bor. Umumiy hisobda korxonamizda hozirgi kunda 60 dan ziyod xodim faoliyat olib bormoqda. Tushunarli. Va qolaversa hozir yangi o'sha Samsifatning korxonasi, o'zim ham shu yerda faoliyat olib boraman tabiiyki. Siz orqali yetkazmoqchimiz tomoshabinlarga, bizni o'sha mijozlarimizga, ya'ni korxona hali yangi qurilyapti, ya'ni yangi binosi bunyod etilyapti, hali uni o'sha fasad qismi, qolaversa mozaika qismlari qoplanyapti. Shu haqida ham bir gapirib bersangiz. Biz rivojlanishda davom etyapmiz. Ha, bu ya'ni o'sha keyingi yuvish ishlariga, keyingi xizmat ko'rsatish ishlariga yana ham sifat qo'sha oladimi? Qanchalik? Shu haqida gapirib bersangiz. Albatta, tashkiliy tomondan ham chora-tadbirlarni ko'rib qo'yish kerak. Korxonamizda hozir rekonstruksiya ishlari olib borilmoqda. O'zi asl korxonamiz mavjud shu vaqtgacha ham qoliplarimiz bor edi. Hozir ularni yanada go'zallashtirishga, fasad qismlarini va o'zingiz aytganday mozaika, pol qismlarini yana mozaika, kafellar ham yaxshiroq bu narsa. Gilamga zarar yetkazmaslik uchun, yana ham o'sha xizmat ko'rsatish sifatimizni yaxshilash uchun o'sha mozaika ishlarini olib bormoqdamiz. Ya'ni aytmoqchi bo'lganim, mana o'zimiz asosan o'sha ijtimoiy tarmoqlarimizda, Instagram va boshqa tarmoqlarimizda kontentlar tayyorlaymiz va o'shanda ochiqni aytganda, ba'zida o'sha hali yangi qurilgan korxonamiz. Beton qismi ko'rinadi o'sha tasvirlarda va ko'pchilik o'ylaydiki, bular betonda ekan, holati shunaqa ekan, zo'ramas ekan-ku degan, baribir ochiqni aytganda shunaqa fikr paydo bo'lishi mumkin. Va buni hozir aytib o'tishimiz kerakki, bu hali boshlanishi, biz aytib o'tganingizdek, rivojlanish davridamiz va bu jarayon davom etadi va o'sha fasad qismi ham yangilangan holda tez orada hali bu ham yana ham o'sha zamonaviy va chiroyli ko'rkam holatga keladi deyishimiz mumkin. Albatta, mana shu qilayotgan o'sha rekonstruksiya ishlarimiz, rivojlanishimiz barchasi mijozlarimizga yana ham sifatliroq xizmat ko'rsatish uchun qilinadi. Mijozlarimiz bo'lgan holatda. O'zi mana shu qanchalik shu muhim hozir mijozlarning talabi qanchalik yuqori shu sohaga deylik, ushbu Samsifat korxonasiga. Bu soha boya aytganimdek juda tez rivojlanib boryapti. Mijozlar, demak insonlarga bu xizmat ko'rsatish turi juda kerak. Hozir mana ko'p qavatli binolar juda ko'p qurilyapti. Bu yerlarda imkoniyat yo'q. Masalan, xohlasa ham uyda yuva olmaydi ekan. Xuddi shunaqa. Imkoniyati bor insonlar ham hozir kimnidir sog'lig'i ko'tarmaydi. Kimdir yoshi katta, masalan, qari otaxonlarimiz bu ishlar qo'llaridan kelmaydi u kishilarning. Bo'lmasa hovlida yursa, hozir masalan suv isrof bo'ladi. Ertaga masalan ekologiyaga ham katta ta'siri bor. O'shaning uchun bizni ko'rsatayotgan xizmatimiz juda dolzarb bugungi kunda. Va o'sha xizmat narxi deylik, xizmat narxi o'zi qanchalik oqlaydi o'zini? Ushbu ko'rsatayotgan xizmatga arziydimi? Misol uchun men bilishimcha nisbatan ancha arzonroq. Ayni paytda. Shunday. Ayniqsa chet el, uzr gapingizni bo'ldim, chet el davlatida bir akamiz ishlaydilar, o'zim tanishim. Bu yerdagi narx bilan solishtiradigan bo'lsam, ularga aytsam, bizda juda katta summalar deb aytyaptilar. O'shanga bu qanchalik o'zini oqlaydi hozir Samarqandda shu narxga xizmat ko'rsatish? Aslida to'g'ri gapiryapsiz Ikrom. Bu
o'zi asli og'rish, yengil ish emas. Gilamlarni hajmi juda katta. Ularni olib kelib, suvda yuvish bu o'zi darddir. Xodimlarimiz juda qiynalishadi. Mana biz yozni yoz demay, issiqni issiq demay, sovuqni sovuq demay, qish kunlarida ham stabil xizmat ko'rsatib beramiz. O'zi asli hozirgi olayotgan narximiz mana shu gilam uchun asli arzon. Lekin korxonamiz qadriyatlar asosiga qurilgan. Bizning korxonamiz o'shaning uchun mijoz manfaati biz uchun foydadan ustun. Avvalo maqsadimiz bizning mijozlarimizga tez, qulay, yaxshi, hamyonbop xizmat ko'rsatish. O'shaning uchun issiqni ham, kabobni ham kuydirmaslik kerak-ku, o'zbek maqollari bor. O'sha issiqni ham, kabobni ham kuydirmagan holatda mana shu narx-navoni qo'yishga harakat qilganmiz. Tushunarli. Va yana bir savol tug'iladi. O'zimda shu savol bor edi anchadan beri. Mana shu podkast orqali sizga yetkazmoqchiman. Ya'ni mijozlardan o'sha buyurtmalar qabul qilinadi, gilam olib kelinadi, o'sha ma'lum kunda yuviladi va olib borib beriladi va shundan keyingina to'lov qilinadi. Nega shunaqangi tizim? Bunga sabab nimada? Misol uchun shunaqangi bir fikr bo'lishi mumkinki, ba'zida hop gilam yuvib olib berilyapti. Shu paytda mijoz pulni bermasa-chi, qanaqa bo'lar ekan? Bir xil endi bo'lishi mumkin shunaqa insonlar ba'zida po'stinov ichidagi buyurtmani qabul qilib olgandan keyin qanaqadir bahonalar bilan pulni o'sha bergisi kelmaydigan bo'lishi mumkin. Shuni nima deysiz? Bunaqa savollar ko'p beriladi ko'pchilik tomonidan. Mijozlarning o'zi ham so'rab qoladi, pulni oldindan beramanmi yo keyin beraman? Bizda shunaqa kuchli taklifimiz bor. Biz xizmat ko'rsatamiz, gilamingizni yuvib olib beramiz. Yoqsa pul to'laysiz, yoqmasa bepul. O'sha gapimizda turamiz. O'sha va'damizni bajaramiz. Va bu gap ustida turiladi, bajariladi. Albatta. Xo'p, deylik, necha foiz shu paytgacha bo'lgan deyishimiz mumkin. Butun faoliyat davomida shunaqangi ishing yoqmadi menga, mana pulni bera olmayman deganda bo'lganmi? Bo'lgan, yo'q emas, lekin juda kam foizlarda. O'zi bizda xalqimiz qadriyati, mentaliteti unaqa emas. Bizni tushunishadi, biz boramiz, tushuntiramiz, bo'lgan muammoni ochiqchasiga ochamiz, yolg'on gapirmaymiz. Kelishamiz, to'g'ri muzokarani yo'lga qo'yamiz. Bizni xalqimiz, odamlarimiz buni to'g'ri qabul qilishadi, to'g'ri tushunishadi. Yoqsa pul bering, yoqmasa bepul, lekin insofli bo'ling. Va endi o'sha deylik bilishimcha siz 5 yildan buyon ana shu yerda faoliyat olib boryapsiz. Nega 5 yildan beri? Undan oldin siz ham o'sha boshqa sohalarda ishlagansiz qisqa muddatlarda, lekin Samsifatda qolib ketdingiz. Bunga sabab nimada? Nimasi yoqib qoldi sizga tashkilotni yoki bu ish tizimini? Yaxshi savol, Ikrom. O'zi ko'pchilik gilam yuvish sohasi desa, bir oddiy moyka sifatida ko'rishadi, past baho berishadi. Orzu havas chetdan qaraganda shunaqa ko'rinadi. Orzu havas qilinadigan ish emas deb o'ylashadi-da. Men ham o'zi asli 2021-yil avgust oyida ishga kelganman bu korxonaga. Oddiy yuvuvchi bo'lib, Oliy san'at e'lonlaridan topib kelganman. Suhbat bo'lgan, suhbat orqali ishga qabul qilinganmiz. Boshida ishlaganimda menda ham shunaqa fikr bor edi. Bu sohada karyera qilish, o'sish imkoniyati yo'q. O'zim xohlab ishlamaganman. O'sha karantindan chiqish vaqtlari edi, o'sha vaqtlar adashmasam o'qishga kirgandim, oliygohga, kontrakt to'lash kerak bo'lgan muammolarimiz juda ko'p bo'lganda iqtisodiy. Keyin pul uchun majburlikdan ishlaganman. Bundan oldin ham aytganingizdek ko'p joylarda ishlaganman. Aynan meni bu korxonaga olib qolgan narsa ana shu qadriyatlar ustiga qurilganligi bu ishxonada. O'sha ishxonada samimiylik, halollik, jamoaga sodiqlik, inson qadri bo'lgan ishxona bo'lgani uchun shu ishxonada qolganman, korxonada. Undan tashqari mana rahbarlarimizni xodimlarga qilgan muomalasi faqatgina foydani o'ylab emas, xodimni ham o'ylab olib borayotgan ishlari, o'sha islohotlari mana shu korxonada meni olib qolgan. Albatta, muhim insoniylik barabar o'sha rahbariyatning, jamoaning vakillarining o'sha insoniyligi menimcha birinchi planda bo'lsa kerak. Va shu o'rinda ham savol tug'iladi o'zi. Mana shu mijozlar bo'yicha gaplashyapmiz, lekin xodimlarga qanaqa imkoniyatlar yaratib berilgan? Xodimlar uchun qanaqangi plyus tomonlari bor yana qo'shimcha? Rahbariyatimizda shunaqa maqsadlari, ko'p maqsadlari bor o'zi aslida. O'sha mana shu o'z bergan savolingiz o'sha maqsadni aytib o'taman. Maqsad faqat pul topish emas. Biron bir xodim keladigan bo'lsa, uni ishlatib faqatgina ishlagan ishi uchun, qilgan ishi uchun haq to'lab chiqarib yuborish emas. Maqsad kelgan xodimni iloji boricha qo'llab-quvvatlash,
ana shu hozirda yoshlarimizda chet elda Rossiyada, Qozog'istonda yoki boshqa chet davlatlarda musofirchilikda qiynalib pul topib yurganini ko'rib, ularni tahlil qilib, o'sha yoqda topayotgan pullarini mana shu yerda o'zini oilasini oldida, o'zimizni diyorda musofirchilikdan yiroq bo'lgan holatda shu yerda topishini maqsad qilgan. Bir xil oylikda ushlab turish emas, vazifalar beriladi, topshiriqlar beriladi. Agar mas'uliyat his qilgan holatda xodimimiz o'sha vazifalarni bajarsa, o'sha qilayotgan ishlarida sobit tursa, halol bo'lsa, o'sish imkoniyatlari, karyera qilish imkoniyatlarini ham beradi. Ya'ni o'sib borish tizimi bor bu yerda. Albatta, qo'llab-quvvatlaydi korxonani o'zi. O'sha rivojlanish uchun imkoniyatlar yaratib beradi. Mana shu ishxonamizda ishlash uchun, yashash uchun barcha sharoitlarni ta'minlab bergan xodimlarimizga. Baralla qo'rqmasdan ayta olamiz. Va o'zingiz ham o'sha hozir ayni paytda bosh menejersiz tashkilotning. Shu vaqtgacha qaysi bosqichda ishlashni boshlagansiz? Qaysi lavozimda ishlagansiz? O'sha boya aytganimdek, OLX orqali telefonda gaplashib kelganman korxonaga. Oddiy xodim sifatida yuvish bo'limida boshlagan. Yuvish bo'limida boshlagansiz. Sekinlik bilan yuvish bo'limida 1 yil vaqt mobaynida ishladik. Undan keyin upakovka bo'limiga o'tdik. Upakovka bo'limida joyda yuvish bo'limlarida ish faoliyati oldik, dastavka bo'limlarida ish boshqaruvchi bo'ldik. HR lavozimlarida ishladik. Bugungi kunga kelib bosh menejer lavozimida faoliyat yurityapmiz. Va yana shunaqangi savol tug'ilishi mumkinki, o'zi Samarqandda men bir qancha gilam yuvish korxonalari bor, ammo nega odamlar aynan samsifatni tanlashi kerak degan savol bo'lishi mumkin. Albatta, hozir konkurent katta. Boya aytganimdek, bu soha rivojlanib boryapti. Boshqa brendlar ham shunga yarasha zamon talabiga yarasha rivojlanib boryapti. O'z ustida ishlashyapti. Hammasi nisbatan a'lo darajada servislari. Endi savolingizga keladigan bo'lsak, nima uchun aynan samsifatni tanlash kerak bo'lsa, biz boshqa korxonalarga hech qanaqa modeligimiz yo'q. Oldindan aytib o'tish kerak. O'zimizni plyus tomonlarimizni sanab o'taman. Samsifat gilam yuvish korxonasi boya aytganimizdek, oldindan to'lov qabul qilmaydi. Mahsulotni berishadi, biz xizmat ko'rsatamiz. Mahsulotni yetkazib berganimizdan keyin qilgan ishimizni ko'rib, keyin pul to'lashadi. Ya'ni yoqsa bepul, yoqsa pul beradi, yoqmasa bepul. Undan tashqari bizning korxonamizda 1 oylik kafolati mavjud. Bu kafolat qanaqa desangiz, mijoz bizga gilamni yuvdiradi. Biz yetkazib bergan sanadan boshlab 1 oy ichida favqulodda gilamiga biron nima to'kilib ketsa, masalan yosh bolasi kirib qo'ysa yoki favqulodda kir bo'lib qolsa, 1 oy vaqt davomida biz o'sha gilamni tekinga qaytadan yuvib beramiz. Ana shunaqa kuchli takliflarimiz bor. 1 oy ichida qanaqangi holat bo'lishidan qat'iy nazar o'sha gilam ifloslansa, yana olib kelib yuvib va yetkazib berish ham bor. Albatta, shunaqa xizmatlarimiz ham bor. Bundan tashqari tezlikka yaxshi e'tibor beramiz. Samarqand bo'yicha masalan buyurtma bergan kunni hisobga olmaganda 3-4 kun ichida biz yetkazib beramiz. Shu narsaga biz va'da beramiz. Endi 100% holatda emas, qanaqadir agar orada jarayonda, prosesda force major holatlar, kutilmagan holatlar bo'lib qolmasa, shu va'damizni bajara olamiz. Undan tashqari premium tariflarimiz bor. O'sha 24 soat ichida ham masalan o'sha gilamni, ajjalni yuvib, quritib 100% holatda qadoqlab yetkazib bera olamiz. O'shanaqa imkoniyatlarimiz ham bor. Ya'ni aynan o'sha 1 kundan 4 kungacha yetkazib berish asosiy o'sha xizmatning vaqti, ammo 1 kunlik 24 soatlik premium versiyamiz ham mavjud. Albatta, ham alohida aytib o'tish kerak. Xuddi shunaqa. Undan tashqari biz mijozlar bilan yaxshi aloqani yo'lga qo'yamiz. Doimiy xushmuomalalik, doimiy aniq natija, sifatli barqaror natijani va'da bera olamiz. Masalan, deylik, bo'yatganimizdek har bir ishda kamchilik bor. O'sha nimadir qaysidir holatlar ta'sir qilib, ishimizda kamchilik bo'lsa, biz orqamizni burib ketmaymiz mijozga. Albatta bu bilan ishlaymiz. Ko'pchilik shu narsani to'g'ri qabul qilmaydi, e'tirozni. Norozi mijoz degani yo'qotilgan mijoz degani emas. Unga to'g'ri muomala qilish kerak, o'sha muammoni tezlik bilan hal qila olish kerak. Mijoz bilan oradagi o'sha muloqotni to'g'ri yo'lga qo'ya olish kerak.
Va o'zi o'sha doimiy mijozlar qanchalik hozir bu yerda? Deylik, qayta murojaat qiladigan, har 6 oyda, har yilda bir marta bo'lsa ham kamida qanchalik tashkil etadi? Mana natija bilan gapiraylik. 2025-yilda biz 20 mingdan ortiq mijozga xizmat ko'rsatdik. Yil davomida. Xuddi shunaqa yil davomida o'zimizni Samsifatni shaxsiy mijozlar bazasi bor. O'sha aniq sonlarda ayta olmayman, lekin o'sha biz xizmat ko'rsatayotgan mijozlarning 60-70% qismi bizga doimiy mijoz sifatida qolishadi. Ajoyib natija. Biz bu natijani to'xtatib qo'ymoqchi emasmiz. Shu yerda to'xtab qolmoqchi emasmiz. Doimiy rivojlanish yo'lida boryapmiz. Mana shu ko'rsatkichni Xudo xolasa 100% ko'rsatishga chiqarish rejamizda bor. Va o'sha aytib o'tish kerakki, o'sha ma'lum oylarda belgilangan ma'lum bir rejalar bor, to'g'rimi? Deylik, misol uchun bu oyda mana buncha gilam kvadrat metr yuvilishi kerak, keyingi oyda buncha. Shu haqda ham aytish iloji bormi? Deylik, eng pik ko'p yuviladigan vaqti va eng kam yuviladigan vaqti qaysi paytlarga to'g'ri keladi? Har bir ishning o'zining mavsumi bor. Xuddi shunday bizda ham shu holat bor. Mana shu qish mavsumida bizlarda ish kamroq bo'ladi. Lekin shuni ham aytib o'tmoqchi edim aslida, o'zingiz gap boshladik, shuni qo'shib ketsangiz, ya'ni qish mavsumida gilam yuvsa bo'ladimi o'zi? Qanaqa bo'larkan? Iloji yo'q narsa-ku deydiganlar ham bo'lishi mumkin. Shuni ham aytib o'tsangiz. Albatta biz yilning istalgan faslida xizmat ko'rsata olamiz. Har qanday xizmat ko'rsatish turimizni o'sha qilib bera olamiz. Hamma imkoniyatlarni qilib qo'yganmiz korxonamizda. U qish bo'ladimi, kuz bo'ladimi, yomg'ir, qorli ob-havolarda hammasi barchasida biz mijozlarimizga sifatli tez xizmat ko'rsata olamiz. Ya'ni alohida quritish joylari borligini ham aytib o'tish kerak. Albatta. O'sha maxsus apparatlar, texnikalar, ventilyatsion sistemalar bilan ta'minlab qo'yilgan maxsus qishki quritish xonalarimiz bor. Va o'sha rejalar bo'yicha. O'sha rejalar bo'yicha keladigan bo'lsa, aytganimizdek, qish mavsumida ishimiz ozroq kamayadi. Hatto qish mavsumida o'zi tagida turgan gilamlarni mijozlarimizga o'zlari berishni xohlashmaydi, sovuqda albatta. Ko'pincha mana bu uy yuvishirish, tozalik ishlari yoz issiq kunlarda bo'ladi asli, yoz mavsumlarida. O'sha yoz mavsumlarida eng pikka chiqqan davri shu yoz mavsumi bo'ladi. Deylik, o'tgan mavsumda qancha bo'lgan? O'tgan mavsumda eng ko'p 50 mingdan 60 ming metr kvadratgacha gilam bir oy davomida. Bir oydan. Tushunarli. Va yana shu narsa borki, biz ko'pincha ko'p ijtimoiy tarmoqlarimizda ham Samsifat gilam yuvish korxonasi deb e'tirof etamiz alohida. Lekin shuni ham aytib o'tish kerakki, bizda faqat gilam yuvish xizmati emas, balki o'sha yopinchiqlar, pardalar kabi narsalar ham yuvilishini ham menimcha aytib o'tishimiz kerak, to'g'rimi? Shunday, bizda faqatgina gilam yuvilmaydi. Xizmat ko'rsatish turlarimiz juda keng. Bizlarda gilamdan tashqari parda, ajal yuvish xizmatlarimiz, yumshoq mebellar yuvish xizmatlarimiz, masalan, mijozlarning uyiga borib, joyida gilamni yuvib berish xizmatlarimiz, burchatka, kafel, fasad yuvib berish xizmatlarimiz ham bor. Bu xizmatlarni ko'rsatish uchun biz korxonamizni o'sha Turkiya, Italiya, Germaniya, O'zbekistonda ishlab chiqarilgan maxsus uskunalardan ta'minlab qo'yganmiz. Endi deylik, o'sha gilam yuvish, parda yoxud o'sha yopinchiqlarni yuvilishi tabiiy, ya'ni mijozlar o'zlari olib kelishadi yoki bo'lmasam buyurtma asosida olib kelinadi va yetkazib beriladi, bu ma'lum. Lekin joyida yuvish xizmatini vazifasi va tarkibi nimalardan iborat? Shu haqida biroz kengroq ma'lumot berib o'tsangiz. Joyda yuvish xizmatimiz qanaqa joylarda xizmat ko'rsatadi? Shu haqida gapirib o'tish kerak. Joyda yuvish xizmatimiz o'sha asosan uyda turgan yumshoq mebellarni, uydan chiqarilishi qiyin bo'lgan, ob'yomi kattaligi katta bo'lgan gilamlarni joyida tozalab berish uchun yo'lga qo'yilgan maxsus texnika va apparatlar bilan ta'minlangan. Undan tashqari fasad, binolarning fasad qismlari, burchatka, kafel qismlarini ham yuvib tozalab beramiz. Bu bo'lim bo'layotganda maxsus texnika apparatlar bilan jihozlangan. Bu texnika apparatlar orqali mijozlarimizni uyiga borib yoki o'sha restoran, har xil binolarning joyiga borib xizmat ko'rsatib kelishadi. Masalan, aytaylik, gilamni joyida yuvib tozalab berishadi. O'sha uyda yuvilgan gilam yuvib bo'lingandan keyin 2 soat ichida havo haroratida qurib ketadi. Xuddi shunday yumshoq mebellar ham xuddi shunaqa joyida turgan joyda borib yuvib tozalab berishadi. Apparatlar orqali quritib kelishadi. O'sha maqsadda joyda yuvish bo'limi tuzilgan.
Va bu xizmatni o'sha korxonani necha foiz ulushini tashkil qiladi deyishimiz mumkin, asosiy o'sha qismini. Necha foiz ulushini aniq aytib bera olmayman. Bitta narsani ayta olaman. Mana shu bo'lim juda ishxonamizga kerakli va dolzarb bo'limligini ayta olaman. Bu bo'limsiz gilam yuvish o'sha sohasini servisini tashkil qilish qiyin. Va bu o'sha korxonaning ichidan deyarli ajralib chiqqan boshqa bir bo'lim deyish mumkin, shunaqami? Korxonaning tarkibiy bir qismi, lekin ko'p harakatlari o'sha joyda yuvish rahbari tomonidan amalga oshiriladi, lekin Samsifat gilam yuvish korxonasi rahbariyatiga bo'ysunadi. Tushunarli. Va shuningdek, bu yog'iga vaqtimiz ham kam qolyapti. Shuning uchun oxirgi mavzu va savol sifatida korxonaning keyingi o'sha rivojlanish yo'nalishi va yangi xizmatlar haqida ham to'xtalib o'tsangiz. Xo'sh, Ikrom, yaxshi savol berdingiz. Biz o'sha bir joyda to'xtab qolmoqchi emasmiz. Mana shu klining sohasida borgan sari rivojlanib borish rejalarimizga kiritilgan. Rejalar juda katta. Bu faqatgina men yoki rahbariyat emas, butun jamoamiz bilan birgalikda rivojlanish istagimiz bor va bu rivojlanishga qaratilgan ishlarimiz barchasi mana shu mijozlarimizga yana ham sifatliroq, yana ham tezroq, yana ham qulayroq xizmat ko'rsatish uchun foydalanamiz, to'g'risi. Rejalar juda ko'p, aytsam vaqtimiz kamroq. Bu savolga yana ham aniqroq, yana ham kengroq javob olish uchun asoschimiz Jamshid aka Hasanovni mana shu gurumga, keyingi gurumlarga taklif qilsangiz, yana ham aniqroq va chiroyli va batafsilroq javob beradi degan fikrdaman. Albatta, bizning podkastlarimiz hali davom etadi. Bu birinchisi va xudo xohlasa bu yog'iga davomiy bo'ladi. Aynan rahbarlarimizni ham va qolaversa Samsifatning boshqa qahramonlarini ham ushbu suhbatlarga taklif qilishga va ularning ham o'sha ish faoliyatini yoritib berish orqali qolaversa o'sha tizimdagi, sohadagi ish faoliyatini kengroq tushuntirib berishga harakat qilamiz va bugungi podkastimiz ham afsuski vaqtimiz yakuniga yetib boryapti va nihoyasiga yetyapti. Shuning uchun yakunlamasak bo'lmaydi. Orzu sizga esa bugungi ishtirok uchun, suhbatlar, ma'lumotlar uchun rahmat deyman. Suhbatimiz yaxshi bo'ldi, Ikrom. Mana shu yerga taklif qilganingiz uchun sizlarga katta rahmat. Do'stlar, demak, Samsifat YouTube kanalidan uzoqlashmaysiz. Bu yog'iga mana shunaqangi loyihalarimiz davom etadi. Qolaversa bizni turli ijtimoiy tarmoqlarda, Instagram, Telegram, Facebook kabi tarmoqlarimizda ham kuzatib borishingiz mumkin bo'ladi, chunki biz bu yerda aynan korxonamiz faoliyati yoxud taklif etayotgan xizmatlarimiz borasidagi chiqishlarni olib boramiz. Qolaversa sizda ham mana shunaqangi xizmatlarga ehtiyoj bo'lsa, qo'ng'iroq qilgan holda, bizga bog'langan holda o'z mushkulingizni yengil qilishingiz mumkin bo'ladi. Hozircha esa men sizlar bilan xayrlashaman. E'tiboringiz uchun rahmat. Ko'rishguncha salomat bo'ling. Samsifat. Hayotingizni biz bilan osonlashtiring.